bilan shug'ullanamiz. Bugun videolarimiz bor. Bugun to'yga borishim kerak. Bugun eng qizig'i 6:00 da boradigan joylarim. Qaranglar. Humo arenaga boksga borishim kerak. 3-4 bratchikalar urushadi. Ispanchikam urushadi bugun. Ana yana bitta Nur Muhammad degan ukamiz bor, u urushadi. Xullas-da, Cho'g'jahon Ergashev urushadi. Qaranglar, 6 da boksga borish kerak. 6 da Fayoz akani tug'ilgan kuniga borish kerak. 6 da bitta yaqin ukamni to'yi bor, to'yga borishim kerak. Nima qilamiz? Kim nimaga javob beradi, ovoz beradi jala. Men qaysi biriga boray? Undan tashqari yana ishlarim bor. Konkurs videosini olish kerak. Qabristonga borib turib, o'ta lokatsiya tashlab, ertaga hammani hasharaga chaqirish kerak, oshpaz aytish kerak, qo'y topish kerak, qo'yni so'yish kerak, boshqa qilish kerak, dard qilish kerak, battar qilish kerak, balo qilish kerak. Nima qilamiz endi? Qaysi birini qilamiz? Yana bloger bo'lish oson, gerekda yurasan, reklamalar olsang bo'ldi. Havas qilasizlar-ku.